Bo'ldi qilamiz. Bo'ldi jonim. Dadasi, ana bu xotinchangiz rosa chiroyli bo'lsa kerak-a? Bo'ldi. Nimasini aytasan? Go'zal, chiroyli. Bu sen xotinga bir narsani tushuntirib bo'ladimi o'zi? Aytavering, chiroyli bo'lsa hech kimga aytmayman. Seni shunaqangi piching gaplaring jonimga tegdi. Qiliqlikni qilganingizdan keyin ana shunaqa bo'ladi. It qo'rar, karvon o'tar. Men uxladim. O'zi sizni ko'rsatchi, mana shu bola yig'layapti. Mana. Qarang bolangizga kerak bo'lsa o'zingiz. Endi nima qilyapsan? Ol mana uni. Bo'ldi. Ke, mana. Bo'ldi. Ey! Qara mana unga ko'nmayapti. Bo'ldi. Oyi? Anu chaqaloqni berib yormadingizmi? Shuni tegishli joyga topshirish kerak edi-da. Bolam, bu chaqaloq bizga begona emas. Ota-onasi topilmaguncha shu yerda turadi. Endi siz qiynalib qolasiz-da, oyi. Oy. Sen bilan akangni qiynalib katta qildimmi? Buni ham bir amallayman, xavotirman. Menga qara, sen nega ishga bormayapsan? Akang ketganiga qancha bo'ldi? Ishga bormayman, oyi. Nega bormas ekansan? Bo'shamoqchiman, dada. Ki, shunday ishdan nega bo'shaysan? Hozir ish topish senga osonmi, bolam? Anu rahbarning injiqliklari jonimga tegdi. Ko'ngliga qarab ishlashim kerak. Oylik maoshini ham kechiktirib beradi. Uning ustiga kavlagan. Shuning uchun ketmoqchiman, dada. Ketishdan oldin boshqa ish topib, keyin ketish kerak-da, o'g'lim. Boshqa ishing aniq bo'lmaguncha chidaysan. Ha, endi hamma ishchining boshida yaxshi kunlar, yomon kunlar bo'ladi. Yaxshi xodim bunday ishlarga osonlikcha taslim bo'lmaydi. Tushundingmi? Qani, bor kiyimini almashtirganda ishga jo'na. Xo'p, dada. Shu o'g'ling namuncha lallaygan, ha? Ha, endi sizga o'xshaganda dadasi. Ey, menga o'xshasa qadamidan o't chaqnardi. Tavba. Sizdan ham chaqnagan o'tingizni o'chirib oling. Chaqnarmish. Qo'shni. Qo'shni. Shavkat aka. Shavkat aka. Assalomu alaykum. Yana nima kerak? Anavi ambur kerak edi. Shu uyingizdan chiqmadimi shu? Uyimda ambur bo'lganda sizdan so'rab chiqmasdim-ku, qo'shni. Eshigimizni oshiq-moshig'i buzilib qopti. Ishlataman-u, yana qaytarib olib chiqib beraman, qo'shni. Qizg'anchilik qilmang. Hozir. Baraka toping. Zo'r qo'shnim bor-da, lekin ovoz eshitilmayapti. Ay, qo'shni! Qo'shni? Oy! Nima qilyapsiz? Tegding, ey! Nima qildim qo'shni sizga? Tinchlik bormi? Nega sen xato bo'lib qolding meni o'yimga? Bor yo'q, yo'qtizish kerak. Yaramas. Jonim bolam. Ay, mana. Bo'ldi. Yupatsang-chi, ey. Ha, men nima qilyapman? Bo'ldi. Ey, uxlatmayapsan. O'zingizni bolangiz, men qarang. Tavba. Senga gap tushuntirib bo'lmas ekanda. Qanaqa xotinsan o'zi? Ushlang bolangizni oling. Ey, o'chiri. Bo'ldi. Yig'lamagin. Asal bolam, yig'lamagin. Ke.
Voy 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 voy, meni jonim. Qo'shni, Shavkat aka. Assalomu alaykum. Yaxshi Yaxshimisiz? keling. Ha bu deyman, katta qozonlari katta o'choq qo'yib olib, mehmon kutyapsizmi deyman aka? Ha, sizni kutyapmiz-da. Rahmat aka. Bu chaqaloq qiynab qo'ymayaptimi aka? Nima dedingiz? Chaqaloq deyman, qiynab qo'ymayaptimi? Qanaqa chaqaloq? Siz chaqaloqni qayerdan bilasiz? Ha endi butun mahalla biladi-ku aka, teshik quloq eshitadi. Yo'q, Ovozini eshitdim-da. shunaqa deng. Ha? Nimaga chiqdingiz o'zi? Ha shu sizdan bir hol ahvol so'ray deb chiqdim-da qo'shni. Ana ko'rib turibsiz, ahvolim yaxshi. Boring. Haligi aytmoqchimanki, rostdan boraveraymi? Xo'p aka. Charchamang. Xo'p. Chiqing o'zingiz ham. Bugun ishda erta qaytibsanmi, o'g'lim? Ha. Bugun ishdan ruxsat so'ragan edim. Ozgina mayda-juda ishlarim bor edi. Mashinani balonni ham almashtirib yubordim. O'g'lim, hamisha yodingda tut. Mashina bilan xotinga kamroq xarajat qilish kerak. Sababi, qancha ko'p xarajat qilsang, shuncha pul kirib ketaveradi. Lekin ikkalasi ham rahmat demaydi. Undan ko'ra o'sha sarf qiladigan pulingni yig'ib, yangisini ol. Xotin nima? Mashinani. Sizcha shu gapni menga kesatib gapiryapsiz. Boring undan ko'ra chaqalog'ingizni onasini topib keling. Aytgancha, chaqalon nimaga olib o'tiribsizlar o'zi oyi? Chunki u seni kichkina ukang. Shuning uchun. Ya'ni ota bir, ona boshqa. Dada? Onang gapiraveradi. Bunani boltaga o'xshab tomi ketgan. Undan ko'ra bor ovqating tayyor bo'lgan bo'lsa, olib kel. Mana bolang ishdan och keldi. Hop. Hozir. Yaxshilab pishirgin. Yana qornimiz og'rib yurmasin. Hop. Bolalaring ish ketdimi? Ha, ketishdi. Men choyxonaga ketyapman. Kechroq qaytaman. Ha, haligi chaqaloqni onasiga aytib qo'ying, xavotir olmasin. Yaxshilab qarayapman. Xo'p, bo'pti. Aytib qo'yaman. Ha, keyin salomimni ham yetkazing. Albatta yetkazaman. Yana yig'layapti. Voy. Voy, mana jonim. Yig'lama, nima bo'ldi? Mana bo'ldi. Onasi! Onasi! Bo'ldi. Onasi! Hozir. Telefonimni olib tash, qolib ketibdi. Voy, telefonlari ham qolib ketibdi. Shavkat aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, qo'shni, Tinchmisiz? yana keldingizmi? Ha, tinch aka, shu sizga bir gap aytmoqchi edim. Xo'sh. Ke o'zimga. Voy, hozir mana chiqyapman. Haligi bilasizmi? Mana dadasi. Bo'ldi. Voy, bolam. Assalomu alaykum. Kene, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Mana dadasi. Ha, bu yig'layotgan chaqaloq shumidi? Ha? Haligi Shavkat aka bilasizmi? Qanaqa qilib aytishga ham tilim bormayapti. Endi aytmasam vijdonim qiynalib ketyapti, keyin Shavkat aka, o'tgan kuni kechqurun chaqaloqni
to'g'risini aytadigan bo'lsam, meni darvozamni tagiga tashlab ketishibdi. Nima? Voy, Shavkat aka, lekin to'g'ri tushuninglar. Men o'zim qara olmasdim. Uyda hech kim yo'q, bilasiz. Bolalarim chet elda o'qishadi, ishlashadi. Shuning uchun sizlarni darvozangizni tagiga bu chaqaloqni men qo'yib qo'ygandim. Bu hali seni ishingmidi? Voy, nima qilib qo'yganingni bilyapsanmi? Hay aka, dadasi. Shavkat Hozir aka, Hay men seni dadasi. o'zim. Shavkat aka, Shoshmay tur. Shavkat aka. voy o'lmasam. Voy. Endi nima bo'ladi? Bu chaqaloq kimniki o'zi? Shavkat aka. Shavkat aka. Shavkat aka, kechiring. Qo'limga tushasan hali. Shavkat aka.